Maktabda jurnallarda mezonlashga o'tkazish. Jurnallar bo'limiga kiramiz bundan. Bizda chiqib tanlaymiz. Hozir bitta yangi bo'lgani uchun chiqmayapti. O'qituvchilar bo'limidan kiramiz. Va bizada jurnalning klassik turi. Jurnallar turi degan joyda mezonlashni bosamiz. Mezonlash bo'yicha jurnal. Ikkinchidan 4-sinf, birinchidan 4-sinfgacha bular kirmaydi. Shuning uchun sinflar bo'limida 5-sinf shu joyda mana tahrir qilish joyiga o'tamiz. Mezonlar bo'yicha baholashni belgilaymiz va saqlash tugmasini bosamiz. Mana shunda o'tadi. Hozir dars jadvali bo'lmaganligi uchun bizda jurnallar yo'q. Jurnallar ko'ramiz. Xohlagan fanimizni ochamiz. BSB va CSBlarni qaysi joydan olish ko'rsataman. Yangi yil hali boshlanmadi. Mana ochildi. Summativ degan joyga bossak, bizda BSB, CSBni mana bu joyga qo'shadi. Hozir qo'shmayman, faqat ko'rsataman. Bu joyga qo'shadi. Qachonki biz mezonlash bo'yicha baholash deb tanlasak sinfni, shunda ochiladi bu summativ degan joyi. Mana shu summativ joydan biz BSB, CSBlarni biriktirishimiz mumkin jurnalda. O'sha necha balligi va qaysi sanada olinishi mana bossak bizda chiqadi oyna. Mana bu joydan belgilaymiz, loyiha ishi bo'lsa sanani ko'rsatamiz, maksimal necha ball va yaratishni bossak bizda mana shu oynalar ochiladi. Ularni chiqarish uchun bo'lsa mana bu joyda savollarni chiqarish uchun biz BSB va CSB chiqarish degan joyga bosamiz. BSBni tanlasak, BSB o'zbek tilida mana o'sha nashr etilganlari bu yerda chiqadi mana. Hozir yo'q, chunki yil yakunlangan. Shu vaqt kelganda qaysi chorakda bo'lsa shu joyda chiqadi. Mana shu orqali biz jurnalni mezonlashga o'tkazamiz va BSB jurnalda ko'rsatamiz. Mana har bitta fanda BSB, CSB oynalarini chiqarib olamiz, baholaydigan joyga. Va bu joydan BSB va CSB savollarini mana shu joydan chiqaramiz.